Ha, Rachi. Nima qilyapsiz, jiyan? Uylanyapsizmi? Kelin tarafga poytaxtdami? Ustimdan kulma. Uylab qo'y deysan, bitta xotin kelishmadingmi? Qoshlaringga bit shukr. 16 yoshda uylandim nima bor senga? Bu ketishda bu qoshlarga bitbas oq tushadi, opa, oq. Xo'p, gap indallosiga o't. Bu paxta o'zi nimaga? Ko'ryapsan, anomal sovuqlarda qishda so'qatmasligi uchun xotin o'rniga paxta olib ketyapman. Ahrorjon, hali ham yosh bolasan, ukam. Qishda so'qatmasligi uchun senga xotin injig'dan beraman. Yur. Mana ukam xotinni xilli bemalol tanlab olaverasan. Buning xotinga nima aloqasi bor? Paxtani nima aloqasi bor? Rossiyskiy materiallardan yasalgan 2 yillik garantiyaga ega 100 kvadratdan 1200 kvadratgacha bemalol xonadoningiz istaydigan kotellar nima deyapti? Bu kotelimiz uzoq vaqt yonib turuvchi kotel hisoblanadi. Buni gradusini bir marta to'g'rilab qo'yganingizdan so'ng zapravka qilasizda, kun mobaynida 10 soatdan 20 soatgacha doimiy ravishda xonadoningizni isitib turadi. Qishga xotin yaxshimi, kotel yaxshimi? Kommentariyaga yozib ketasizlar. Albatta, kotel yaxshi, to'g'rimi? Kimga ishonchli va sifatli kotel xizmati kerak bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarga bog'lanaverasizlar. Ey Ahror, qaysi xotinni olamiz? Xohlaganingni ol, yana ustimdan kulding-da. Hali sen bilan gaplashamiz.